Davlat muassasasida, shu tibbiy muassasada ishlayotgan shifokorlar biologik aktiv qo'shimchalarni yozishi mumkin emas. Xuddi shunday. Nega masalan D vitamin, C vitamin ular lekin biologik aktiv qo'shimchalar aslini olganda? Vitamin D Yozishadi-ku uni aslida. dorixonada ham sotiladi va biologik aktiv holatda ham sotiladi. Dorixonada dori preparati mahsulot sifatida sotiladi va vitamin D yozilganda ular dorixonada sotiladigan preparatlar yoziladi. Haqiqatda har bitta kasalliklarni davolash standartlarida ba'zilarida vitamin D kirgizilgan, lekin uni biologik aktiv holatda emas, dorixonadan sotib olinadigan dori mahsuloti sifatida. Tarkibi jihatdan nima deya olasiz? Tarkibi jihatidan biologik aktiv preparat bilan dorixonada sotilayotgan preparatni dorixonadagina har bitta molekulasi o'rganilgan, har bitta tabletkani ichida qancha miqdorda vitamin D borligi, qancha mikrogramm nima qo'shilganligi yozib berilgan bo'ladi. Lekin biologik aktiv qo'shimchalarni kapsulasi o'rganilmagan, uni ichida qancha miqdorda vitamin D borligini sizga hech kim isbotlab bermaydi. Yozib qo'yiladi-yu, lekin yozib qo'yiladi, bu taxminan bor deb yozib qo'yiladi, lekin u dori sifatida tekshiruvdan o'tmagan-ku.